Hoş geldin yangi kun, hoş geldin Navruz. Kamalakka atlas yonmuş tabiat. Hoş geldin yangi kun, hoş geldin Navruz. Chiroying shu yurtda topmish tabiat. Xalq sayillari hamisha shodlik, quvonch kayfiyatini ifoda etadi. Ayniqsa Navruz ayyomida umumxalq sayillarining o'tkazilishi ijobiy xususiyatga ega bo'lib, insonlar qalbiga xursandchilik olib keladi. Barcha joyda bo'lgani kabi, Qo'shko'pir tumanida ham Navruz shodiyonalari ko'tarinki ruhda nishonlandi. O'lkamizda Navruz bayrami kirib keldi. Navruz bayrami yangilanish, yasharish bayrami hisoblanadi. Biz shu bayramda Qo'shko'pir tumani 15-son umumiy o'rta ta'lim maktabi jamoasi faol ishtirok qilib, bu ko'rgazmamizda o'quvchilarimizni hunarmandlik ishlari, qo'l ishlari, chevarlik ishlari o'rin olgan. Bu qo'l ishlarimizni, chevarlik ishlarimizni momolarimizdan o'rganib, shu kasbni mohir ustalari bo'lib yetishmoqda. Men 48-maktab o'quvchisiman. Bizning maktabimizda hozir robototexnika to'garagi faoliyat yuritmoqda. Men bu to'garaklarga borib o'zimni bilimimni oshirib, yaxshi rivojlantirdim. Hozirgi bu robotimiz ofitsiant robot bo'ladi. Bu odamlar taomlarni yetkazib, ular bilan muloqotga girishadi. Hozirda men robotlarni yasab turibman. Bugungi Navruz bayramida bizning shu ishlarimizni ko'rsatdik, ko'rgazmada. Bundan keyin bilimimni rivojlantirib, bundan da murakkab robotlarni ixtiro qilib yasashga harakat etaman. Seni kim yaratgan? Men Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani 48-maktab texnologiya fani o'qituvchisi Ahmedov Shonazar va o'quvchi Kamoliddin tomonidan yasalganman. Aslida umumxalq bayramlari axloqiy, estetik va aqliy, ruhiy tarbiya vositasi hisoblanadi. Bunda milliy qadriyatlar yanada qadr topadi. O'zbek xalqining quvonchli kunlari, bayramlari juda ko'p, biroq Navruz o'zgacha bayram. Bunda milliy axloqiy tarbiyaning qator jihatlarini ko'rish mumkin. Avvalo, insonning o'z haqqi, obro'si, ertangi kunga ishonchi ortadi. Milliy g'urur, oriyatini himoya qilish birinchi darajaga ko'tariladi. Bu tuyg'u butun aql idrokni, kuch-quvvatni bir joyga to'plash imkoniyatini beradi. Yangilanish va yasharish ayyomi xalqimizga shijoat, matonat, mehnat qilish, yaratuvchanlikka ishtiyoq uyg'otadi. Navruz kelib jumlai jahon nozlanajakdir. Oftob qizitib asta sekin yozlanajakdir. Oq kerakmi, ko'k kerak, bizdan sizga kim kerak? Oq kerakmi, ko'k kerak, bizdan sizga kim kerak? A'lo baholarga o'qiydigan o'g'il qiz kerak. A'lo baholarga o'qiydigan o'g'il qiz kerak. Milliy bayramimiz. Bu bayramda ota-bobolarimiz oldin dehqonchiliklarni boshlashgan. Yerlarimize urug' tashlashgan. Milliychiligimiz bu yana tiklandi qadriyatlarimiz. Mana qadrli onaxonlarimiz ko'rpalarni tikishyapti, 70-80 ga kirgan. Bu udumlarimiz ham tiklandi. Hamma narsamiz yoq sumalakda qozonlarda pishyapti. Mana ko'rib turibsiz, mamalarimiz lechaklarni o'rab qo'yibdi. Avvalgi zamonda mamalarimiz 60 yoshdan keyin lechak o'ragan. Mana 70-80 ga kirgan mamalarimiz lechaklarni o'rab o'tirishibdi. Bunday qadriyatlarimiz juda ko'p. Ayniqsa farzand tug'ilgan vaqtda 5 to'ylarda yaxshi niyatlarni qilamiz qadimgidin. Xud qadimgi onaxonlarimiz beshikka chaqaloqlarni belashadi hozir ham. Hozir boshqatdan shu udumlarimiz tiklandi. Yana mana mahallamizda keksalar yoshlarimizni mana bir ko'rpa tikishlarni o'rgatamiz. Tikishlarni o'rgatamiz. Buni bilan oilalarimiz mustahkamlanadi. Hammani uyi tinch, hammamizning uyimiz har kun to'y. Qo'shko'pirimizda yana Navruz bayrami bo'lib turibdi. Hammalar yana vaqti xo'sh, hammalar gulzor, ko'chatlar ekilgan. Yana men hozir 72 yoshimdan Nuranilarda ishlab turibman. Mana bugun bizlarning Arablar mahallasida nogironlarni, ilvanitlarni xabarini olib turibmiz. Navruz bayrami bilan mehr-oqibat tiklandi. Olis, go'zal orzulardan ertak aytdim. Tomirimda olov bo'lib oqdi qonim. Sen ertamsan, saharlardan ko'p so'ragan, hur vatanda kulib turgan bolajonim.
Bola borki, yuragimiz quvonchga to'ladi. Bola borki, orzularimiz osmon qadar ulug'. Uning yig'isi qanchalik beg'ubor bo'lsa, kulgusi shunchalar orom baxsh. Yurtimizda boshlangan Navro'z shodiyonalari jajji kichkintoylar uchun ham quvonch bag'ishladi. Ey xafalashgan Zo'ra, sen ginani qo'y buyun. Zo'rangdan uzr so'ra, qo'sh ko'pirda to'y buyun. Yurtdoshlarimizni mana shu Navro'z ayom bilan chin yurakdan muborakbod qilaman. Barchasiga oilaviy baxt, avvalo sog'lik, tinchlik, xotirjamlik, xonadonlarga fayz baraka, dasturxonlarga to'kin sochilik ato qilsin deyman. Bu Navro'z ayom qadimdan kelgan ota-bobolarimizdan qolgan meros, milliy urf-odatlarimiz. Mana shu Navro'zda barcha qo'shko'pirliklarimiz hammasini chehrasida tabassum, hammasini yuzlarida sevinch. Mana shu Navro'zimizni katta xursandchilik bilan kutib olyapmiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Navdalarni bezab g'unchalar. Tongda aytdi hayot otini va shabada qurg'ur ilk sahar olib ketdi gulning totini. Har bahor ham shu bo'lar takror. Har bahor ham shunday o'tadi. Qancha tirishsam ham u beor, yillar meni aldab ketadi. Mana senga olam gul, etagingga siqqan chol. Bunda toli har narsada mo'l, to o'lguncha shu o'lkada qol. Navro'z umumxalq bayrami eldoshlarimizning islohotlar bilan kamarbasta bo'lishga, o'z baxti, omadi uchun kurashishga, birdamlikka, uyushqoqlikka chorlaydi. Insonlarni qadrlash, bir-biriga yordam ko'rsatish, bir-birini qo'llab-quvvatlash kabi tuyg'ular aynan ushbu bayramlarda shakllanib boradi. Bu bayramda yaxshilik va yomonlik, halollik va g'irromlik, rostgo'ylik va yolg'onchilik, adolat va adolatsizlik kabi tushunchalar mohiyatini yana bir bor anglab yetamiz. Navro'z ayom elimizga, yurtimizga kirib kelar ekan, kelinchak misol o'zining sepini yoyib dala dashni ko'm-ko'p qilib ko'zlarimizni quvontirib kirib kelmoqda. Mana shunday milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, an'analarimiz ufurgan ajoyib bayramda bizning qo'shko'pirlik xalqi ham ushbu bayramni ko'tarinki ruhda nishonlamoqda. Qarang, hammaning ko'zida quvonch, qalbida quvonch yashamoqda. Ko'zlari nurga to'lgan, kuchga to'lib, g'ayrat bilan mana bahorni qarshi olmoqdalar. Kuni kecha hurmatli prezidentimiz yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda yoshlarga shunday imkoniyatlar eshigini ochib berdiki, bundan bizning barcha yoshlarimiz quvondi va ruhan tetik bo'lib, yanada shijoat bilan vatanga xizmatga shaylandilar. Xotin-qizlar bayramida esa ayollarimizni tadbirkorlikka va daromad topishga, kasb hunariga o'qitishga, mana shunda o'rgatishga o'zini tashabbuslari bilan chiqdilar. Bundan biz ayollar barchamiz xursandmiz. Yana ayollarimizga, xotin-qizlarimizga berilib turgan imkoniyatlardan, qizlarimizga ajratilib turgan kvotalardan va magistraturani grant asosida o'qishlariga shunday imkoniyatlar yaratib berar ekan, albatta bundan biz juda ham xursandmiz va vatanimizga mana shunday xizmat qilishga barchamiz birdek shaymiz va shundan foydalanib mana bugun Qo'shko'pir tumanimizda chiroyli bayram bo'lib turibdi. Men o'z xalqimizni, barcha O'zbekiston xalqini Navro'z ayyom, yasharish, yangilanish, poklanish ayyomi bilan barchangizni muborakbod etib qolaman. Xonadonlaringizga tinchlik, osoyishtalik, dasturxoningizga qut baraka tilar ekanman. Albatta, mana shunday bayramlar bardavom bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bu bayramda bizlar şu tibbiyat xodimlari ham juda katta vazifalar yuklaydi. Chunki tayyorlangan milliy taomlarni aholiga tushuntirib, targ'ibot qilib turibmiz. Masalan, sumalak ham tarkibida ko'p narsa, ko'p vitaminga boy bo'lgan moddalar bor. Bu inson hayotini, ayniqsa bolalarni sog'lom o'tishi, ulg'ayishi, sog'lom bo'lishi uchun juda katta ahamiyatga ega. Bu Navro'zdagi boshqa taomlarni ham bizlar shu aholiga tushuntirib, ko'k barak, ko'k sumsa, Navro'zda tayyorlanadigan taomlar bo'yicha tushuntirib turibmiz. Bu bizlarning tibbiyat xodimlari uchun ham boshqacha juda katta bayramlar hisoblanadi. Ben şu bayram bilan bütün xalqimizni şu Navro'z bayram bilan bütün tibbiyat xodimlari nomidan chin qalbimdan tabriklayman.
Navruz umumxalq bayrami o'zining uzoq o'tmishi, boy tarixiga ega bo'lgan, ajdodlardan avlodlarga meros sifatida o'tib kelayotgan ma'naviy boyligimiz, qadriyatlarimizdan sanaladi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan dastlabki kunlardan boshlab milliy qadriyatlarimiz, an'ana-yu udumlarimiz, shu jumladan Navruz bayramini qayta tiklashga katta e'tibor qaratildi. Yurtim senga she'r bitdim bu kun, qiyosingni topmadim aslo, shoirlar bor o'z yurtim butun, olam aro atagan tanho. Ular she'ri ushti ko'p yiroq, qanotida kumush diyori, bir o'lka bor dunyoda biroq, bitilmagan dostondir bari. Faqat ojiz qalamim menim, O'zbekiston vatanim menim. Kechmishing borchindan ham uzoq, ilg'ay olmas barchasin ko'zim, maqtamasman mozini biroq, tarixingni eslayman bir zum. Zabtga olib keng Osiyoni, bir zot chiqdi ulug' davangir, 2 asr yarim dunyoni zir qaqshatdi buyuk jahongir. Deyman bu kun u menim, O'zbekiston vatanim menim. Navruz bu xalqimizning eng suyukli bayramlaridan biri sanaladi va albatta barchani qalbiga quvonch olib keladi. Navruz boshlanishi bilan barcha xonadonlarda, doshqozonlarda sumalaklarning qaynashi. Navruz bu muruvvat, mehr-oqibat ayyomidir. Navruz bayrami munosabati bilan butun mahallalarimizda xonadon yurib, keksa otaxonlarni, onaxonlarni, kasalmand nima deymiz, bemorlarning holidan xabar olish odatimizga aylangan va albatta bizning tumanimizda ham mana shunday ijtimoiy himoya muhtoj bo'lgan aholi qatlamini xonadon yurish orqali mana holidan xabar olindi. Qancha fuqarolarimiz ijtimoiy qo'llab-quvvatlandi. Butun mana bahor kelishi bilan barcha mahallalarda, barcha ko'chalarda obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari boshlab yuborildi. Va albatta bayrama tuhfa sifatida mana qurilib bitkazilgan binolar foydalanishga topshirildi. Bizning tumanimizda ham mana pochta bog'lanmasi ga tegishli bo'lgan bino bugun zamonaviy qayta qurilib, zamonaviy tarzda jihozlanib foydalanishga topshirildi. Bugun ayollarimiz uchun yaratilayotgan mana shu imkoniyatlar, imtiyozlar tufayli ko'plab ayollarimiz mana tadbirkorlikni yo'lga qo'yib ish faoliyatini boshladilar. Aholini bandligini ta'minlash, ijtimoiy, moddiy qo'llab-quvvatlash borasida ham juda bir tizimli ishlar yo'lga qo'yilganki, bugun tumanimizda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlarimiz soni ko'paydi. Ayollarimiz bugun tadbirkor, ayollarimizni mana iqtisodiy savodxonligini oshirish borasida, ularning tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasida ham ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Bu orqali tumanimizda 1000 ga yaqin ayollarimiz keyingi 2 yilda o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ydilar. Bu yilgi Navruz ayyomi tumanimizning 190 mingga yaqin aholisi uchun quvonch olib keldi, shodlik olib keldi desak hech xato bo'lmaydi. Chunki har bir xonadona, har bir oilaga kirib borilib, bugun holdan xabar olinishi, ularni bugun davlatimizda ular uchun, xalq uchun yaratilayotgan sharoitlar, imtiyozlar bilan tanishtirib, bugun barcha narsamiz xalqimiz uchun ekanligini, inson qadri ulug' ekanligini his qilmoqda. Bugun bilamizki, islohotlarimizning barchasi xalqimizni farovon yashash uchun yo'naltirilgan. Va albatta buni xalqimiz his qilmoqda. Bugun mana istirohat bog'imizda tashkil qilingan saylga tashrif buyurgan fuqarolarimizni, xalqimizni barchasi bugun sport o'yinlaridan, bugun qizlarimizni sherxonlik borasidagi bilimlarini ko'rib, yoki bo'lmasa milliy taomlar tayyorlanib yozilgan dasturxonlarni ko'rib, doshqozonlarda qaynagan sumalaklarni ko'rib, yurtimizdagi to'kin sochinlik, yurtimizdagi qut barakaga shukrona qilib qo'llarini duoga ochdilar. Bugun mana shu yurtimizdagi tinchlikni ko'rib, farovonlikni ko'rib, albatta musaffo osmonimizni shukrona qildilar. Bugun xalqimiz bayram kayfiyati barcha mahallalarda davom qiladi va albatta har bir xonadona yetib borishi ta'minlanadi. Albatta mana shunday tinch yurtimizda bayramlar yarashadi. Qo'shko'pir tumanida bo'lib o'tgan Navruz bayrami tantanalarida xalqimizning eng muhim milliy qadriyatlardan biri bo'lgan Navruz umumxalq bayramining o'ziga xos jihatlari, ezgu qadriyat sifatida tutgan o'rni haqida keng ma'lumotga ega bo'ldik. Ayniqsa, koinotda ro'y beradigan o'zgarishlar, Quyoshning yer orbitasiga yaqinlashishi natijasida yer yuzining sharqiy qismiga bahor faslining kirib kelishi butun nabodot va hayvonot olamini uyg'otib yuboradi va bu hodisa insonlar hayoti, farovonligi uchun ham nihoyatda zarur ekanligi eng muhim jihatlardan biri. Samimiy va go'zal, chiroyli tashbihlarga boy tarzda o'tkazilgan Navruz sayillarida mana shunday betakror qadriyatlarimiz qayta qadr topdi. Xush kelding yangi kun, xush kelding
Navruz bu do'stlik qo'shig'i, tinchlik salami. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Kamalakka atlas yopmish tabiat. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Chiroying shu yurtda topmish tabiat.